Chap tomonga. Ronaldoga. Ronaldo o'la qiyshiq. Qaribsan uka, bo'ldi. O'zbek bilan o'ynayapsan uka, bo'ldi qil endi. Biz senga nima hani odamlarmi deymadi. Ashincha o'zbek yig'ilib, menga svistol berib qo'y degani bo'lsanglarda, jahon chempionatidan umidingni uzib qo'y deganida u. O'yin qizigandan qizib tandir bo'lyapti. O'yin qiziga. Oy, yaxshi, halol. Simulyatsiya qilma uka. Fayzullayev o'zini o'yladim yoki tepdi. Gol! Chap tomondan O'zbekiston hujumda dribling bilan. Yomon qildi mana shu bola. Yomon qildi. Yana gol. Sizlar faqat yerkansizlar, ha, Portugaliya. O'zingizlar o'ynolmayapsizlar. Portugaliya chichiveryapti to'g'risi. O'rtada Ronaldoga berildi. Ronaldo birga bir chiqib ketishi mumkin edi, lekin chap tomonga pas berdi. Qariganini sezib chap tomondan kim bu? Bernardo Silva. Birga bir vaziyat. Golmas. Yo'q. O'zingdan ketma. O'zingdan ketishma, golmas. Yo'q, ofsayd deydi u. Ana bilaman men. Ofsayd. O'g'laganinglar qilinglar, lekin ofsayd edi u. Golmas, hisobga olinmaydi. Ketdi. Voy! Senga qizil. Dumalatib berding, diskodan so'qib tashlading qani O'zbekni. Yo'qol bu yerdan chiqib ket. Unaqa qilallaringni qilma, yo'qol. Mana mashinlardan tepib olaysizlarmi? Mana mash o'rtadan bitta. Mashina choldi, men bilmayman. Nima yoqqa ketaverdinglar? Ma'da choldi-ku. Jonli devormi mana mash varaqtalni yana qo'yib bersak, mana mashiga tikkalagin do'stlaringni bo'ptimi mana. Teping jigarim qani? Varaqtal qo'yapti o'sha. Sal qoldi. Sal qolishi yoz qoldi, nima mayli.